Hammaga salom. Bizlar bugun sizlar bilan hamma biladi Red Bullni advent kalendarini raspakovka qilamiz. Menimcha bu hammaga qiziq bo'ladi. Buni hamma biladi, ichadi. O'zi onamlar yomon ko'radilar. Menga ko'pincha qo'ymanglar, adrenalin ichishga zararli deydilar, lekin endi ichaman. Hozir bu videoni ko'rib onam jahllari chiqsa kerak. Короче, bu yerda har xil fokuslar bor ekan. Hozir buni men qanday ochishni ham daj bilmayman. Sizlar bilan birga ochamiz. Raspakovka qilamiz. Tak, ana qilib ochish qulayroq bo'lsa kerak. Va mana bu yerda har xil ranglari bor ekan. Men e'tibor bermaslikka harakat qildim birga ochish uchun. Mana bu numerovkalar bor, yaqinroq o'tiraman. Ularni bitta numerovkalar bilan ochamiz. Ko'pchilar advent kalendarni O'zbekistonda bilishmaydi, chunki bizda bu bayram yo'q. Bu bayram boshqa davlatlarda bor. Tak. Boshlaymiz bo'lmasa. Bu ketma-ketligi qanayligini men ko'rib olay. Buni endi bitta izlaymiz biz sizlar bilan. Bor-ku odamlar. Hozir 1, 2 ni topdim. 1 ni topib olay. Ana 1. Bu qanday ochilar ekan endi? Qiziq menga juda ham. Buni ochilishi boshqacha bo'lsa kerak. Ko'ryapsizlarmi? Bismillahirrahmanirrahim. Xursand bo'lib ketyapman. Bu mening ikkinchi raspakovkam. Birinchisi cho'pa-cho'pisniki edi. Bu endi Red Bullniki. Vau! Hozir ko'ramiz qanaqa ekan. Qanday olsam endi? Olish qiyin ekan. Normalni katta anaqada. Bizning birinchi Red Bullimiz. Bu shakarsiz ekan. Oni zukker. Men ham qitib nemchani bilaman. Bu shakarsiz ekan. Asli ko'rinib turishi uchun qayerga qo'ysam bo'ladi? Tushib ketmasin. Bu birinchisi. Tak, endi ikkinchisini ochamiz. Hozir. Juda ham og'ir beradi. 24 ta bu. Tasavvur qiling, 24 ta shunaqa banichka. Oson emas. Buni rangi boshqacha ekan. Zero ekan. Bu Red Bull Zero. Bu ham Zero edimi? Yo'q. Bu men allanman sizlarni. Bilmayman, apamlardan so'rayman. Hozir hammasini ochib, bir oxirini ichib ko'raman. Har xil ta'mlilar bor ekanda. Tak, 2 ni endi 3 ga o'tamiz. Tak. 3 qani? 3 soni. Mana ekan. Qiziq-a? O'zim qiziqib ketyapman. Bu o'zimizni har doim ichib yuradigan nimamiz, energetikamiz. Oddiysi bu. Oddiysi desak ham bo'ladi. Tak, 4. Zo'rlab toptiraman. Red Bulldan ham bunaqa narsa. Advent kalendarini ochaman deb yurgandim. Shokoladlarga, kosmetika shunaqa narsalar bor deb o'yladim. Red Bullda ham shunaqa narsa bor deb o'ylamagandim. Tak, 4. Men buni o'zim ko'tarib keldim. 4-inchisi ham 3 bilan bir xilmi shunda? Har xil bo'lishi kerak-ku. Bu bir xil ekan. Mayli, necha? Ichamiz, yaxshi ketadi energetika. Hech kim ichmaslik qilmasa kerak, baribir ham. Paka onamlar Germaniyada yo'qlar, men ichishim mumkin. Onajon, kechiring. 5 ni topdim, faqat qanday ochishni bilmayman. Onam qo'ymaylar-da ko'pincha. Va 5 qanaqadir boshqacha, qaranglar. Red Bull The Winter. Qaranglar. Bu boshqacha. Buni ichib ko'rish kerak. Bunga qiziqdim. Buni hozir ochib ichib ko'raman. 6. Qanaqa chiqadi deb o'ylaysizlar? Menda har xillari bor lekin. Rozveylik. Menga qizil rozvey rangli yoqadi. Pink, The Pink. Buni ochib ichib ko'rgim keldi. Red Bull akrilayet deydi-ku. Hozir ichib ko'ramiz, qanday tam kerak ekan. Boshqacha fokus. Mana bu yerga qo'ysam ham ko'rinar ekan sizlarga.
Menga yoqdi. Tak, biz nechini ochdik? 5 ni ochdik. Endi 6 soni qani? Bu 6 ni ochibman, kechirasizlar. 7. Shuni bilmayman. Endi kim uchundir oddiy narsadir, menga yoqadi-da. Shunaqa kalendar menga opam berdilar. Kimdirlar sovg'a berib bir kishini xursand qilishni yaxshi ko'radi. U ham qiziq, lekin menga sovg'a olish yoqadi ko'proq. Har xil narsalar. Vay. 7 anaqasidan ekan, oddiysidan ekan. Bundan 3 ta chiqdi. Tak, 8 sonni izlaymiz. Topdim. Vau, men fioletovisini qaranglar. Hammasini ichib ko'ring kelyapti. Endi ochko'zlik qilib hammasini ocha olmayman-da. Hozir buni apamga beraman, Siriga beraman, Stur apamlarga beraman. Tak, men tursin-da, men har xillarni sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ko'rinyaptimi o'zi? Bu lilak nimadir. Kimdirlar balki tushunar. Korobkasi pachaq bo'lib qoladi. Qani sizlarga ko'rsatay. Ko'ringlar. Tak. 8 to'q. Bu ham boshqacha rangliklarga qiziqyapman. Bu red. Bu boshqa qaranglar. Bu qizildan ham bu boshqacha. Hozir qitmam oddiy charog'larni mana qo'yaylik. Bilansizlar, ko'rsatib qo'yadi. Bular o'zim ichib ko'raman, baribir apam uncha ko'p ichmasalar kerak. Tak, necha sonni ochdim? 10. Yashil green. Yashil. Egan bitta ochib ko'rgim keldi. Buni ham ichib ko'ray qani, yashil qanaqa bo'lsa. Bu tarxullikmi yoki? Endi yashil ichimlik men tolka kaktus frukt. Kaktuslik ekan. Kaktuslik ichib ko'rganmisizlar? Hozir men ichib ko'raman, sizlarga o'zim aytaman. Men sizlar hech xavotir olmanglar, men bilan bittasini. G'alatidan. Просто endi napitik yangicha tam zo'r demayman, lutchi mana bu yaxshiroq edi. Pink yaxshiroq edi. Men sizlarga o'zim hammasini ta'mini aytib chiqaman, hech o'ylamanglar sizlar. Tak. 11. Nima deb o'ylaysizlar? Ko'rdingizlarmi? Ko'rindimi? Oddiysi. No, bu doim ichiladi, doim vkusni. Lekin mana shu energetikani nima deyshadi? Energiya berishadi. Men energiya bermaydi menga. Hech qanaqa uyqumni ham qochirmaydi. Prosta napitik gazli ichimlik ichkim kelganda ichaman, atak unaqa energiya beradi deb o'ylamayman men. Vau, oqi bor ekan. Red Bull White. Bu kokos blueberry bilan ekan. Kokos blueberry vkusi. O'zi vkuslarning hammasi yozilgan ekan. Mana qo'yasizlar ko'rinish uchun. Ana bu wassermelone. Qanaqadir wasser suv edi. Melon bilmayman, tilini bilmayman. O'qidinglar, men o'qishgunchalik qiziqmayman. 13 ni izlaymiz. Qanaqa deb o'ylaysizlar? Qanaqa rangi chiqadi? Vkusi. Festiv. The Festiv. Bu granat affet. Bu anaqalik ekan. Granat anorlik ekan, zo'r. Shunaqa Red Bullning shunaqa vkuslari borligini bilaysizlar? Men bilmasdim, men endi bilyapman. Ko'rdingizlar? Men bilan qancha yangilik bilasizlar? 14 ni ochamiz. Qanaqa ta'mlari bor ekan, Bundan уже chiqdi, winter, bundan уже chiqdi. Bu almalik ekan, keyin injirlik ekan. 15 ga o'tamiz. 15. Tadam! Blue ko'k rangi chiqdi. Bu anaqasi bilan bir xil emas. Bunga e'tibor beringlar, bu boshqacha.
Bu boshqacha men o'ylayman, ta'mi ham har xil bo'lsa kerak. Ichib ko'rib keyin agar aytaman, qiziq bo'lsa kommentarda so'ranglar, yozinglar-da. Men shuncha mehnat qilyapman. Tak. Menga yoqyapti-da, prosta. Bilmayman, qanaqadir kayfiyatim ko'tarilib ketyapti qilayotgan ishimdan. 16. Anaqa surprizda bu. Surprizlar yoqadi menga. Bilmagan narsamni, yangicha narsani tatib ko'rish, umuman ko'rish, qayerdir borish, shunaqansilar. Qanaqa rang deb o'ylaysizlar? Ishlaringizda o'ylanglar, qani shunaqa rang chiqadimi? Tadan! Fioletoviy. Bu purple. Kechasira xato o'qidim. Asay deb yozilgan, bilmayman nima u. Buni ham ichib bilib olamiz. Apamlar bilan ichamiz-da, bilamiz. 17. Ay, qo'lim og'ridi. Z blue. Bu ham boshqacha. Bu Junaberry. Junaberry. Nima bo'lsa, bu ham qanaqadir yagdali bo'lsa kerak. Ambira qo'yaman, berayim. Ko'ribsizlar-ku, to'g'rimi? Hozir ichib olayda. Men Red Bull energetika malikasi bildim cho'ta. Tak, dальше. Nechini ochdim men? 18. 18 ochamiz. Qanaqa rang deb o'ylaysizlar? O'ylanglar birinchi, keyin ko'rsataman. Tadam! Bu ham qizil. Bu ham granat ikkita ekan. Shu tarafimga olib ketaman buni bonga. Shu tarafimga yo'qlar-ku, beri ichmaylar, olib ketaman-da. 19. O'ylaymiz qanaqa rang va topamiz. Bu oddiysi. Oddiysidan ham xursandman, yoqadi menga, chunki 20. O'ylaymiz, bu boshqacha rang. Ay, ololmayapman. Tadan! Sugar free. Bu nima degan yangi shakarlikmi? Lekin men tepasida oni zucker, oni anaqa, shakarsiz degan adashmasam. Nima adashyapmanmi? 21 ga keldik. O'ylaymiz qanaqa rang? Tadan! Oranjevый. Endi oranjevый, конечно, abrikos. Bu yangi 17 rangidan. Amira qo'yay, tushib ketadimi yo tushib ketadi, kechirasizlar. Tak. 22. O'ylanglarda qanaqa rang? Sariq. Yellow. Bu tropik raqamdan. Buni bera qo'yamiz. Menga bunaqa yarki ranglar yoqadi-da. Shuncha Red Bull'im bor meni. Tak, 22 ni ochdim. Da, 23. Qanaqa rang topinglar? Bu bundan chiqqandi. Bu pas ko'k. Mana bu zero, короче, zero bu. Buni anaqa siri shakarsiz ichadi, siriga beramiz. Va nihoyat 24. Buni sizlar bilan yaqinroq keltirib ochamiz. Qanday deb o'ylaysizlar? Qanaqasi deb o'ylaysizlar? 24 hozir men topib olay. Qanday shunchasini ochdim. Tak, buni qanday ochilishini amniyat qo'limiz tiqamiz va ochamiz. Bu menimcha oddiysimi deymanda? Ha. Bu ham anaqa oddiysi. Itogo. Buni amniyat chapa qilib qo'yib, sizlarga anaqani ko'rsataman. Sizlarga Red Bull raspakovkam yo'qdi deb umid qilaman. Har xil yana apa menga va'da berganlar, har xillardan ham olib beradilar. Raspakovkalar qilamiz. Kommentariyaga fikrlaringizni bildiringlar. Mana bu ham qiziq ekan rangi. Bunchalar baxtliman, shuncha Red Bull'im bor meni. Rang va rang ham xohlagan vkusimda. Hozir hammasini shira yig'ib olay.
Agar oxirda bu bo'lmasa men O'zbekistonga do'konlarimga, tanishlarimga shunaqa sovg'a etkim kelgan bo'lardi, lekin endi etolmayman, к сожалению. Короче, men Red Bullchalarim bu. Tadan! Qani sizlarga Red Bullarim? Agar sizlarga video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosamiz, kommentariy yozamiz. Hammaga rahmat meni kuzatganlaringiz uchun. Xursand bo'lib ketaman.